Umra ziyoratiga borish narxlari arzonladi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Hurmatli obunachilar, 14 kunlik umra ziyorati narxlari yanvar va fevral oyiga narxlar juda ham sezilarli darajada arzonladi. Xudo xolasa video davomida siz obunachilarimizga to'liq va batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 14 kunlik umra ziyoratiga qachon va qayerdan reyslarimiz bor va shart-sharoitlari qanday, Ramazon oyiga qanday narxlar bo'lyapti, shular haqida batafsil va to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Sizlar obunachilarimizdan bir donagina like va obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Xudo xolasa ozginadan hojona hojdadalarimiz pensiyalardan yig'ib, shu Baytullohda ibodat va ziyorat qilib kelaman degan yaqinlarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, video syomkamizni boshlaymiz. Ya'ni hozirgi kunda safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Hurmatli obunachilar, Madinada 2 mahal oziq-ovqatlar, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Bundan tashqari Madina-i Munavvarada gostinitsa oraliq masofasi 100-150 metr atrofida, Makka-i Mukarramada 1-1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Agarda piyoda bormoqchilar bemalol piyoda ham borib kelishlari mumkin gostinitsadan chiqib haram hududiga. Agarda misol uchun oyog'i og'rib, yoshi katta insonlar bo'ladigan bo'lsa, 5 mahal namozga avtobus xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan azizlar. Ya'ni gostinitsadan bemalol avtobusga o'tirib haramga borib ibodat va ziyoratlarini qilib kelishlari mumkin hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda yanvar oyiga ham qabullarimiz davom etmoqda hurmatli obunachilar. Bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib joylarini bron qilishlaring mumkin azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bundan tashqari ko'pchilik obunachilarimizdan kelgan savollardan biri Ramazon oyiga narxlarimiz qanday bo'lyapti? Xudo xolasa video davomida 1-chi, 2-chi va 3-chi 10 kunliklar haqida ham ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz azizlar. Xo'p, 14 kun safar mobaynida hurmatli obunachilar 10 dan oshiq ziyoratlar va bundan tashqari qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohati va bir barakaga 2 marta umra qilish imkonini beradigan Toyif shahriga ham sayohatlarni amalga oshiriladi azizlar. Bundan tashqari hurmatli obunachilar 27-yanvar sanasiga Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha komfort paketlarimizni ham yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni men bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlar bemalol telefon qilib ekrandagi raqamlarga bog'lanib joylarini bron qilishlari mumkin. Musofirdan kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimiz Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib aloqaga chiqib joylarini bron qilishlari mumkin. Biz siz obunachilarimizga ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz azizlar. Agarda mana shu vodiydan kuzatib turgan yaqinlarimiz bo'lsa, bemalol rasmiy ofisimizga kelib ham to'liq va batafsil ma'lumotlarni olishlari mumkin. Manzilimiz o'sha poyezd yo'l vokzalini oldida Centrum Holidays tur firmasining ya'ni rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan joyga kelib ham to'liq batafsil ma'lumotlarni olishni esdan chiqarmanglar. Va albatta qo'ng'iroq qilayotganda Aslbek Uz kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin do'stlar. Albatta like bosib, obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga videoni yuborib qo'yinglar. Bundan tashqari niyat qilib yurgan aka-uka opa-singillarimiz, niyat qildim inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda umra ziyoratiga borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bundan tashqari eng asosiy narsa bu kulminatsion jarayon, bu narxida bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda hurmatli obunachilar, yanvar oyining oxirigacha standart plus paketimizning narxini $980 qilib belgiladik. Ya'ni vizangiz bo'ladigan bo'lsa $880 bemalol 14 kunlik umra ziyoratiga borib kelish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, $880 bu misol uchun vizasi borlar uchun. Agarda vizangiz bo'lmasa $980 bemalol telefon qilishlari mumkin. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina siz obunachilarimizga maxsus videorolik bo'lyapti. Qo'ng'iroq qiling, Aslbek Uz kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin azizlar. Xo'p, bundan tashqari hurmatli obunachilar 27-yanvar sanasiga komfort paketimizga ham joylarimiz juda ham oz qolgan. Ya'ni bir 10 ta yoki 15 ta joyimiz qoldi. Agarda ulgurib qolaman deganlarga $1050 dan birgalikda parvozlarni amalga oshirish imkoniyatiga
ega bo'lasizlar. Hoziroq bog'laning, aloqaga chiqing va joylaringni bron qilishlaring mumkin. To'lovlarimiz o'zingizga yaqin bo'lgan banklar orqali ham amalga oshirishlaring mumkin. Telegram aloqasidan bemalol murojaat qilsalaring, mana bunday shot raqamlar beriladi. Bu shot raqamlar orqali o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofis va filiallardan ham to'lovlarni amalga oshirishlaring mumkin. Ya'ni Telegramdan Zagram pasportingiz va shot raqamga o'sha to'lov qilgan chekingizni tashlab bersangiz, joyingiz bron bo'laveradi do'stlar. Toshkent, Farg'ona, Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarda Centrum Holidays bilan amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Agarda misol uchun vodiydan kuzatayotgan yaqinlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali to'lovlarni amalga oshirib, qo'llaringga cheklarini yozib berishadi. Bemalol joylarini bron qilishlari mumkin azizlar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Hoziroq ekraniga like bosing va obuna bo'ling. Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarni ogohlantirib qo'ying azizlar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina Asilbek o'z kanali ashaddiy obunachilar uchun maxsus videorolik bo'ldi degan umiddaman. Bizni kuzatib boringlar. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.